Assalomu alaykum, Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Navbatdagi mahsulotlarimiz Namangan popda xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Fasadiga 3D mramordan va so'qillariga esa basaka mokridan qilib berganmiz. Bu xonadonga общий xudo xolasa 145 kvadrat mahsulotimiz ketgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham go'zal chiqyapti. Bu mahsulotda nimaga ustanovka bo'ladi deb so'ragan akalarimizga reykaga ustanovka bo'ladi, xuddi shunaqa qilib. Va devorlar pena bo'lib, ishlaka bo'lib, gaza bo'lib, любой devorga ustanovka bo'laveradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Patologi, fasadi, burchatkalari hamda so'qillari ham juda ham mos kelgan bir-biriga. Kimda kim qiziqsa, bemalol murojaat qilinglar. Xuddi shunaqangi fasadni plitkalar ishlab chiqarishdan o'rgatib va sotuvda qoliplari ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham go'zal holatda. Shiriq degan tovush chiqmaydi, xudo xolasa. Ustalarimiz juda ham go'zal qilib ustanovka qilib beryapti. Juda ham skromniy chiqyapti. Mahsulotlar xudo xolasa yetib keldi. Ustalarimiz qaysi viloyatlarga ustanovka qilib berasizlar aka? O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Va любой joyga borib ustanovka qilish beradi, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham go'zal holatda ustanovka qilgan va chok-choklariga tushib kelyapti. Bemalol aloqa qilinglar, xuddi shunaqangi fasadni biznesini o'rgatib qo'yamiz. Qoliplari ham bor o'zimizda.